Kechagi o'sha qo'ygan videomizdan keyin men o'zim qo'ygandan keyin qarab turibman. Bolalarni o'sha ko'rib berayotgan savollari, boshqalarini. Demak, o'sha yanada to'ldirishni xohlashyapti. Bilasizmi, men shu reproduktologlar, ya'ni bepushtliklarni davolash bo'yicha respublikamizda institut qilganman va assotsiatsiya tashkil qilganman. Shu assotsiatsiyaning raisi bor. Hamma o'sha androloglar, reproduktologlar, ya'ni reproduktolog degani o'zi erkak ayol kishini bepushtlikni davolovchi vrach hisoblanadi-ku, lekin bizda reproduktologlar asosan hammasi ginekologlar va erkaklar bilan urologlar shug'ullanadi. Shu katta muammo hisoblanadi bizda. Chunki urolog bu reproduktolog emas. Ana shu yerdan o'zimni shogirdlarimdan lichkaga savol beryapti. Bolalari Dilmurod aka, shu aytgan narsangiz aytgansiz, leksiyalarda o'qigansiz, boshqa qilgansiz, lekin bitta shunaqa nima qilib bering, kompleks aytib beringki, bu bepushtlikni har qanaqa paytda davolaydi. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Birinchidan, hammada bepushtlikni keltirib chiqaruvchi narsani tagida bilib oling, genetik o'zgarish turadi. Ya'ni programma qanaqadir o'sha bizani genlarimiz o'sha aminokislotalarni boshqaradigan, boshqa qiladigan, bu gen degani nima degani? U robot. Sen unga qo'lingga berasan, o'sha ishini bajaradi. Ya'ni programma hisoblanadi. O'sha anuni olib bu yoqqa qo'yadi, buni olib bu yoqqa qo'yadi, xuddi ani robotga o'xshab ishlaydi, boshqa qiladi. Endi uni qo'liga yolg'ondek qism narsa beradigan bo'lsa, o'sha olib borib narsani olib borib o'sha joyiga o'rniga qo'yadi, boshqa narsa emas. Shu genlar o'zgarish turadi. Endi hech qanaqa universal hech qayerda dori yo'q. Masalan, mana kompaniyalar dorilar chiqarganda aytadi, "Voy, mana bundoq qilib, ya'ni spermatozoidni ko'paytirib qo'yadi. Spermatozoidni minga qo'yib yuradigan qilib degan gaplar bor, boshqalari bor. Qachon agarda qanaqadir shunaqa o'zgarishlar bor, shu bilan masalan yordam bersa bo'ladi. Lekin asosan har bir narsani tagida uni sababi turibdi. Doktorni reproduktologga qiladigan ishi shu sababini topish. Mana bizda eng ko'p menga murojaat qiladigan azozospermiya deymiz. Xalqimizda urug' nol ekan deydi. Urug' nol ekan degan gap yo'q. Million yildan bir gapiramiz, yo'q. Azozospermiya, ya'ni sanda eyakulyatni ichida spermatozoidlar chiqmadi degan. Chiqmadi degani sanda yo'q degani ham emas. Birinchidan buni 3 ta holati bor. Doim aytamiz, gipotalamus, gipofiz bezlarining ishlamaganligi yoki moyayning ishlamaganligidan yoki hamma narsa ishlayapti, tug'ma urug' olib chiqib ketadigan yo'lda yo'qligidan deymiz. Ana endi o'ylang, siz unga varikatsiyalar operatsiya qilasizmi, ming xil dori ichasizmi? Nima foyda? Sen sababini topmading-ku. Ayollar orgazmga erishmas ekan. Agar orgazm bo'lmasa, ayol baxtsiz. Va shu oilada er-xotin o'rtasida juda katta ham ruhiy, ham jismoniy muammolar kelib chiqadi. Braziliyadan hech qayerda yo'q, dunyoda hech qayerda chiqmaydi. Bitta shu Braziliyada bor narsa, shu sop vibra degan lubrikantni olib kelishdi. Ayol kishida o'zida ilgari sezmagan yengi ощущенияларni, o'sha yengi narsalarni seza boshlaydi. Yoqadi. Namodo sizga sop vibra agar ta'sir qilmasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Mana kechagi o'sha bemorimizda genetik tekshirishlarni boshlaganmiz, molekulyar genetik tekshirishlar qilganimizda gipotalamus, ya'ni gipofiz ustida turadigan uni shoh bezi o'sha izolirованный FSG deydi, o'sha rezultatni sentrida muammo borligi topildi. Bolaga o'sha kundan boshlab biz o'sha relizing berdik, faktorlarni, o'shani gormonini berdik. O'sha bizning tilda agonistlar nimani relizing faktorlarni deb aytiladi. Shu bilan birga o'shada bolada bir haftaning ichida o'zgarish. Aka, men o'zimni boshqacha sezaman. O'sha libidoda ham, hamma narsani aniq qilishda ham
nima qilgan, o'zgarish bo'lgan. Qarang, 26 ga kirgan bolada ginekamastiya boshlandi. Ya'ni endi unda jinsiy qo'zg'alish boshlandi. Men aytmoqchi bo'layotgan narsam nimaga gapiryapman? Xudo xolasa bu bolada mana nasib bo'lsa, tegi yetib biza boshqa qildirsa, tabiiy homilaga ham borish ehtimoli katta. Lekin bungacha gormonlar endokrinologiyaga borsa, buni уже nimaga o'tkazdirib qo'yibdi? Sustanonga o'tkazib qo'ydi. Butun umr gormon oladigan qilib. Vallahi alam bilmasang nima qilasan buni davolab? Nimaga bu narsani berasan? Endokrinolog davolamaydi buni. Buni o'sha mutaxassis reproduktologga keladi, tegi yetadi. Agar uni tegi yetish uchun unda genetik laboratoriyasi bo'lishi kerak. Molekulyar genetik laboratoriya. Biza genetik whole exome deymiz, ya'ni o'sha hamma genlarni, egzomlarni tekshirib beradigan laboratoriyamiz bor. Bu aniq aytib beradi nimaganligini. Tegini topdik. Endi tegini topdim, men 100% hal qilaman degan emas. Vallahi alam oldin tegini otasan, buni bilganingdan keyin hal qilib berishing mumkin. Buni hal qilsa bo'ladimi, davolasa bo'ladimi, yo'q. Peshonasiga yozgan ekan, yaxshi shu narsa, mana tegi yetib qoldik, hozir topib berdik. Lekin diagnostika uchun ancha qiynaldik. Sababi bolaga bo'lar bo'lmas narsalarni endokrinolog berib yuborgan. 3 yildan beri shu endokrinologiya institutga borgan, o'sha yerda men juda yaxshi bilaman, mutaxassisi olganda unga darrov sanda endi ishtamarsa bo'lmaydi, men butun umrga sen sustanon olib yurasan deb, shu sustanon yozib bergan. Bola shuni olib yuribdi, buni gormon zamestитель terapiya deydi, butun umrga berilgan. Shu bilan yuribdi bola. Menda endi hamma narsa zo'r bo'ladi deb, lekin urug' yo'q, boshqa bo'lmaydi ham urug', moya o'sha kichkinaligicha qolib ketgan. Agar shu bolani men 12-13 yoshida qilganimda, umuman hozir hamma narsasi, даже moyalari ham hamma joyga keladi. Mana hozir baribir ginekamastiya insatsiya endi boshlandi shu bolada. Bu bilan kichkinta, hech qanaqa rivojlanmagan, o'sha uncha, lekin o'sha LG Center ishlaganning hisobiga bolada luteinizir chiqqan, testosteron chiqqan, jinsiy yaqinlik bor, baribir kichkina bo'lsa ham, boshqa qildirsa ham, lekin urug' yo'q o'tdi. Mana shu tegi yetilish shunaqa nimani topib beradi. Endi o'tda mozaikность deymiz, o'sha genlarni buzilishi ham, hali butun hammasi sinib ketgan emas, ana boshqacharoq aytsa, qanaqadir joylarda ishlatsa, tiklatsa bo'ladigan holat ekan, shuni ko'rib nima qildirdik, yordam beryapmiz. Endi masalan, biza tibbiyotda o'zimizcha bo'lar bo'lmas narsalarni maslahat bermaymiz, boshqa qildirmaymiz. Tegi yetib, ko'rgan narsani guvohlik qildirib, keyin unga yordam berdiramiz. Bizdan o'sha bolalar so'rabdiki, menda urug'larni deydi, foizini oshirib beradigan dori bormi deb so'raydi. O'zi men tushuntiraman va javob ham beraman bu savolga. Spermatozoidlarni misol uchun bilib oling, harakatchanligi deganda nimani tushunamiz? Bu harakatlanish kerak, faqat tuxum hujayrani oldiga kelish uchun. Lekin eng asosiysi buni uchitish kerak va bu spermatozoidni o'sha akrosomasda, ya'ni boshini ichida sizni bolangizga beradigan genetik o'sha boylama butun bo'lishi kerak. Agar shu boylama butun bo'lmaydigan bo'lsa, muammo bo'ladi. Buni orqasidan ko'p narsa kelib chiqadi. Kecha o'sha ko'rsatuvimizdan keyin men darrov aytdim, demak, qo'shimcha qilishim kerak ekan deb. Bolalar aytishibdi, mana shunaqa qanaqa qilib foizini oshirsa bo'ladi. O'zi foizini oshirdi degan narsa bu spermatozoidlarni mitoxondriyasini, ya'ni buni batareykasi o'tirgan deganlik ma'noni bildiradi. Motori past deganini biladi. Motor yaxshi ishlamayapti degan narsani bildiradi. Endi xalqqa tushunarli bo'lishini aytmoqchiman. Agarda shu mitoxondriyalarni biza kuchaytiradigan bo'lsak, unga qo'shimcha energiya beradigan bo'lsak, albatta bu yerdagi bo'layotgan o'sha sabablarni ancha hal qilgan bo'lamiz. Biz mana oxirgi oilada shu genetik laboratoriyani ishga tushirganimizdan keyin ko'ryapmizki, har qatda spermatozoidlarni ichida shu mitoxondriyalarni yetilishi, uni to'laqon ishlamayotganligini hisobiga bu yerdagi gen o'sha boylama bor-ku,
mana shu boylamada yetishmovchilik bo'layotgan ekan. Darrov qarab, o'sha adabiyotlarni qarab chiqdim. Oxirgi yilgi o'sha amerikanskiy jurnal bor, Fertility deydi, o'sha bepishlik to'g'risida jurnalda o'sha bir nechta maqola topdim. Shu maqolada aytyaptiki, buni genetik boylama deydi. Mana shu batareykasiga, mitoxondriyani kuchli emasligiga juda katta rol o'ynaydi. Agar batareyasi zo'r bo'lsa, korrelyatsiya deydi. Ya'ni ikkalovi bir-biri bilan deydi, hali Hasan Husanday yuradi. Agar batareyasi zo'r bo'lsa, boylama ham yaxshi bo'ladi degan narsani. Endi mana shu bizning tushunchadagi kasallarni ham so'raydi. Foizi qanaqa ekan? Chunki o'shada bizning tushunchada, doktorlarda ham, bemorlarda ham shunaqa narsa borki, buni qanaqadir foizi borki, agar shunaqa foizi bo'ladigan bo'lsa, bu borib tuxum xo'jayinini urchitib qo'yadi. Ana o'sha tushunchali bemorlarimga, o'zimni shogirdlarimga aytmoqchimanki, mitoxondriya degan narsa bu qo'polroq aytadigan bo'lsa, shu buni motori, batareyasi shuni kuchaytirish kerak. Mitoxondrialniy o'sha stimulyator deb aytiladi. Buni o'sha sikl Krebsni biladigan hamma doktor biladi yaxshi nimaligini, qanaqaligini. Boshqacha aytadigan bo'lsak, demak telefoningizda o'tirib qoldi, akkumulyatorda o'tirib qoldi, uni zaryadga qilib bergandagi koenzim degan bizani dorimizda bor. O'sha ko'p bepishlikni davolashda ishlatiladi, lekin bu eng kuchli narsa. Uni kardiologlar ham, hamma doktorlar birinchi preparat soladi. Mana L-arginin, o'sha men aytgandek omega, keyin o'sha magniy, D va koenzim bu mitoxondrialniy o'sha funksiyani, ya'ni qo'pol aytadigan bo'lsa, doktorlarga tushuntirmoqchi o'sha Krebsani, siklni kuchaytirib beruvchi moddani, hujayrani, modda almashuvini va faoliyatini kuchaytirib beruvchi hisoblanadi. Bilasizlar, ribosomalar masalan nima oqsil ishlab chiqaradi, endotelialniy nima bor, plazmatический nima bor, ular transportirovkaga shug'ullanadi va hokazo. Yadro bu yurak, u hech nima bo'linishda boshqada kerak narsa, lekin eng asosiysi o'sha mitoxondriya. Agar hujayrani, mitoxondriyani kuchli bo'ladigan bo'lsa, bu hujayrani ish faoliyati oshadi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, qarg'ob semirib ming xil problemalar bor. Nimaga? Ana o'sha mitoxondriyalar o'tirib qolgani uchun. Sizga o'shancha men beradigan maslahatim, omega nimani 3 magniy dedik, L-arginin dedik va nimani uyquni yaxshilashuvchi magniy va koenzim. Men kechirim so'rayman, oldingi safar shu narsani aytmaman, lekin savoldan o'sha kelib chiqib koenzim обязательно qabul qilish kerakligini tushuntirman. Bu reklama emas, hech kimga aloqasi yo'q. Bitta kompaniyani men bu nimasini koenzimini ichgan deyotganim yo'q. Agar ichadigan bo'lsangiz ham sifatligini, yaxshisini oling. Har bir dorida GMP degan sertifikat bo'ladi. Agar siz o'sha GMP sertifikatli yoki FDA deydi, sertifikati bor dorilarni qabul qilinadigan bo'lsa, bu juda yaxshi sizga foyda bo'ladi. Xo'p, ortiqcha qabul qilish, undan zaharlanish mumkinmi? Yo'q. Hech ham qo'rqmang bu narsadan. Sizda endi men aytmoqchiman, aytayotgan narsalarni qabul qilishda bitta sharti bor. Shirinlik yemaslik kerak, harakatni ko'paytirish kerak. Agar siz shirinlik yemasangiz, yengil uglevodlarni, buning ichiga xamirlar ham, non ham kirib ketib qoladi. Bizani og'zimizga yoqadigan narsalarni kamroq iste'mol qilib, bemaza bo'lsa ham, lekin o'zimizga foydali bo'lgan narsani qabul qilib, harakatimizni oshiradigan bo'lsangiz, umringizga umr qo'shiladi. Sog'lom bo'lasiz, aql faoliyatingiz kuchayadi. Ko'p yillar bemalol yurasiz. Anaqa mana biz aytamiz doim, duo qilamiz-ku, 5 vaqt namozga o'zingiz sobit qadam qiling deb. Ya'ni sog' bo'lib, shu ibodatlarni ham to'la to'kis qilib yuring deydigan bo'lsangiz, mana sizga yana bitta sekret. Shu men oldingi ko'rsatuvda aytgan narsani ustiga yana koenzim onni qabul qiladigan bo'lsangiz, sizda metabolizm oshadi.
Endi metabolizm degan nima degani? Bu faqat urug'larga emas, yurak, qon tomir hammasini kuchaytiradi. Hamma butun badaningizni, chochingizdan tortib oyoqdagi tirnog'ingizgacha hamma narsani ish faoliyatini oshirib beradi va sizda o'sha hujayralarning ish faoliyati oshdi hisoblanadi. Shuni hisobiga hamma narsa juda ham yaxshi bo'ladi. O'ylaymanki, do'stlarim, mana shu videoni tagiga ham agar u bu narsa yana mana ko'rib aytmoqman, sirada javob qildiryapman sizlarga. Agarda vopros bo'ladigan bo'lsa, men savolni beradigan bo'lsanglar, jo'natib yuboringlar. Keyingi ko'rsatuvda albatta yana shu masalani oxirigacha yetkazib qo'ymoqchiman. Kimgadir tushunmaslik bo'lgan bo'lsa, boshqa qiladigan bo'lsa, sizlardan savollarni kutib qolaman. Xayr do'stlar. Oxirgisi kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar.